Siz bilmagan oddiy to'rtta fakt erkaklik bepushtlikka olib boradi. Farzand ko'ra olmaslik muammosida erkak kishining 50% aybi bordir, lekin bu davolanadi. 35 yoshgachayin erkak kishilarning 40%da spermani hajmi tushib ketgan. Buni sabablari: birinchisi, stress. Stressivoy holatda kortizol gormoni yuqorilashib, testosteron gormonini tushirib yuboradi. Testosteron past bo'lsa, spermatozoidlarning konsentratsiyasini tushirib yuboriladi. Sizda bu holat kuzatilmasligi uchun emotsiyangizni ustidan ishlang. O'z vaqtida uyg'onib, o'z vaqtida uxlashlikka harakat qiling. Sport bilan shug'ullaning. Gohi-gohida magniy ichib turing. Ikkinchisi, ishlab yotgan noutbukni tizzaga qo'yib ishlashlik hamda ko'p banya, saunaga borishlik moyakni haroratini 2,5 gradusga oshiradi. Bu esa yetarli holda bola rivojlanmaslikka, bola tushib qolishlikka hamda bepushtlikka olib keladi. Uchinchisi, varikotseli kasalligi. Bu juda ham ko'p erkak kishida uchraydigan holat. Moyaklarini qon tomirining kengayishi. Shu sabab spermani harakati hamda morfologiya tuzumlari juda ham pasayib ketadi. Va hamda to'rtinchisi, jinsiy aloqadan o'tadigan infeksiyalar. 70% erkak kishida xlamidiya infeksiyasi belgisiz davom etadi. U degani erkak kishini siyganda achishish, bezovta qilmaydi, yiring oqmaydi. Shu sabab erkak kishi o'zini sog'lomman deb o'ylaydi. Bu vaqtda esa xlamidiya sperma yo'llarini to'sadi. Shu sabab spermogrammamizda azospermiya, aspermiya degan holatlar bo'ladi. Sizda agar bepushtlik muammosi bo'lsa, bizni klinikaga murojaat qilishingiz mumkin. Klinikamizning adresi Sankt-Peterburg shahri, улица Asafyeva, dom 3, korpus 1.